41. Odg'irmishning o'gdilmish bilan munozara qilganligi aytiladi. Odg'irmish javob berib dedi: "Aytqanlaringni angladim, sen mening so'zlarimni anglagin. Yaqinlikni davomlashtirguning uchun bir Xudo sana minglarcha savob tumanlagan yaxshi nom ato qilsin. Yana bir so'zing nima edi? Unimi ayt. Unimi menga so'zla, keyingi qoldirma." O'gdilmish javob berib mundaq dedi: "Seni ko'rish bilan ko'zim ro'shanlashdi. Kishi o'z tiliki bilan yo'l mangsa, uningga mushaqqat tegmaydi, ay bilimi ulug'. Sinigan tajribali kishi nima deydi, angla. Uning ma'nosini tushan, ay ko'ngli kang. Qaysi ishqa orzu tilak bilan mangsa, oyoq bosqandala orzusi yor yo'lak bo'ladi. Tilak bilan mangsa, yiroq yer yiqilishidi. Arzu qilganning yuzini ko'rganda jon egisini topadi." O'gdilmish yana shundoq dedi: "Mana men sana qayg'urib, seni doim tilimdan tushirmayman. Shahar kentni, yaqin qavm qarindoshlarni tashlab ketding. Kishilardan yiroqlashding. Bu yerda do'st, bilishlar yo'q. O'zing yolg'izlikda ig'ir yuk yutib, yelin osh yuribsan, ojizlab ketibsan. Qarindoshlarning hammasi tilida sana qayg'uradi. Ko'rishni xohlaganda seni topolmaydi, ko'ngli bearam bo'ladi. Odam bolasining hammasi yolg'iz o'tolmaydi. Sen bu yerda yolg'iz, og'ribmi qolasan? Bu qayg'u meni o'yda yotqizmadi. Alam qayg'u bilan bearam bo'ldim. Tangri davzaqni sen uchun yaratmagan, barliq azobni faqat sanga atamagan. O'zingni nima uchun bunchalik qiynaysan? Menga aniq ayt, so'zlaringni bilay." Odg'irmishning o'gdilmishga javobi. Odg'irmish javob berib mundaq dedi: "So'zlaringni angladim, men javob beray, angla. Sen aytgan bu so'zda mehribonlikdir. Bu qarindoshlik hamda yaqinlikning belgisidir. Qarindosh g'amini qarindosh yemasa, qarindosh bo'lmagan yotlar yemdi. Men bu qavm qarindoshlardan ayrilib, qandoqmi bu yerga kelib tura olaydim? Nazar selib dinimning yaxshiligini ko'rdim. Bu yerda o'zimning afzalligi ko'rindi. Shunga u yerdan bu yerga kelib, o'zim yolg'iz Xudoga ibodat qilay dedim. Bu dunyoning ishiga aralashgan kishi ibodat bilan oxirat ishini qilolmaydi. Xalqqa butunlay ish yapmag'icha yaratquchi Rabbiga ibodat qilg'ila bo'lmaydi. Havoyi havas nafsning bo'ynini qattiq siqish kerak. Ondan o'zing toat ibodat lazzatiga erishalaysan. Taqvodor kishi nima deydi, angla. Din ishi havoyi havas bilan birga bo'lolmaydi. Qara, havoyi havas bilan nafs cho'ng dushmandir. Bu ikkisi ibodat qilg'uvchi qulni yo'ldan ozdiradi. Havoyi havasga yo'l qo'ysa, kishi tutqun bo'ladi. Vujudim orzusiga yetsa, u meni qul qiladi. Havoyi havasga berilma, uni aql bilan rad qil. Vujuding bosh ko'tarib chiqsa, bilim bilan bos. Shundoq bo'g'ini uchun men shahar kentni tashlab, ig'ir mushaqqat cheksammi, bu yerga joylashdim. Agar kishilar orasidan chaplashgan bo'lsam, quruq so'zlayotganim yoki ayblayotganim yo'q. Ey qarindosh, nimishqa yolg'iz turasan deding? Ey do'stim, Xudoning yodi men uchun hamroh. Yaqin qavm qarindoshlarimdan yiroq bo'lganimning sababi ularga osh to'qimni yuklamaslik edi. Xalqning ko'ngli nozuk, uni asrash qiyin. Ko'ngli sunsa, uningga qarshi Xudoning adli kifoya. Mendan xalqqa hech foyda yetmagan bo'lsa-mu, mendan ziyonmi ko'maydi. Foyda ziyon, yaxshilik va yomonlik hammasi Xudodan bo'ladi. Bu Allohning taqdiridir. Qara, arishdan tortib, to'van taxt sarog'icha hammasi birdek Xudoga muhtojdir. Ey mashhur, kishilar orasida nimalar bor? Foydami, ziyon, zararmi? Hammasi senga ayon. Ibodatning nima foydasi bor deb so'raysan. Ibodat qulluq qilmoqdir. U qulga eshik ochadi. Qul degan ot shuning uchunmi qulga atoq bo'ldiki, u kech kunduz tog'larga chiqib ibodat qiladi. Qodir Xudo xush ko'rsimi, xush ko'rmasimi, ibodat degan so'z tilidan tushmasligi kerak.
Bu yalğızlıqning manga ziyni yo'q. Vücudim va dinimning esalligini shu yerda topdim. Bu beyt aytqishi nima deydi, angla. Sirtiga qaramay, ichidagi ma'nosiga nazar sol. Ey mahir inson, yolg'iz yo'ldasiz yurgin. Tutimo yolg'iz yurib til va so'zni o'rgandi. İbadet qilguvchi o'zi yolg'iz ibodat qilsa, yolg'iz o'zi xalqqa qandoqmi ziyon keltirsin. Qarindosh, kishilarga orlashishni maqtading. Qandoq orlashish, do'st tutish kerak. Mana bugun sen kelgandan buyon toat ibodatdan qoldim. Aqling bilan nazar sol. Faqat yolg'iz sen bilan orlashqinim uchun ziyni shunchalik bo'ldi. Endi ortiq zo'rlama. Men endi kishilar orasiga kirsam, toat ibodatga qachon qo'lim tegadi? O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Sözüngni angladim, sen mening sözümni angla, yüz o'rima. Sen aytgan bu sözlerning hammasi shundoq. Lekin haqiqatlab qarasa, bu bir bahonadir. Tirik kishi kishilarga foyda keltirishi kerak. Tirik degan nomga yarasha kishilarni ulug'lash kerak. Tiriklikning nishoni, uning belgisi nima? Kishilar uning biror yaxshiligini ko'rmasa, xotin elish kerak. Ko'p o'g'il qiz tug'ilishi lozim. O'g'il yo'q desa, bu erga sat haqoratdir. Odamlarning sarxili nima deydi, angla. Uruqning uzilib qolmasligining chorasi xotin elishdir. O'g'ilsiz odam o'lar vaqtida o'kinib, ey keyinkilar, o'g'il qizliq bo'linglar degan. Otidan keyin kimning o'g'li qolgan bo'lsa, bu otini tirik degandan boshqa nom bilan atama. O'g'ilsiz kishi o'lsa, uruqi uziladi. Dunyoda nomi o'chidi, o'rni bo'sh qoladi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu rost. Buningdan boshqa shirak yana bir xili bor. Agar o'g'il qiz yaxshi va adabli bo'lsa, u xuddi sen ta'riflagandek bo'ladi. Agar yomon bo'lsa, seni zarlatadi. Sen o'lsang, tezda seni unutuydi. Nomingni qarg'ish bilan yomon qiladi. Yotla seni so'kidi, o'shmanlikka ulg'uyidi. O'g'il qiz dushmandir. Dushmanning nima keragi bor? Dushmansiz yashash texmi yaxshiroqdir. Dushmandan qandoqmi yo'riqlik kutkili bo'ladi. Dushmanning nomi zarardan guvohlik beradi. Bilimi mo'l olimlar naqadar yaxshi bilim bergan. Balachaqining nomi er uchun yo'qolmas ko'langidir. Bilimlikning so'zi buningga o'xshab keladi. Nazar solsang, ochiq ko'ngil bilan to'g'ri so'zlabdi. O'g'il qiz deb o'zingni ko'ydirasan. Bu emgaklaringni biladigan o'g'il qiz nada bor? Harom dunyoni to'playsan, o'zing ketsan, ular qoladi. Sen mushaqqat chekib o'tsan, u orzuga yetadi. Xotin og'uchini kemiga tushdi deb paraz qil. Kemiga tushkichi dengizning o'ttirisiga kiradi. O'g'il qiz to'ralsa, kemisi sunudi. Kemi sunsa, kim suvda tirik qoladi? O'g'il qizga ota bo'g'uchiga rahim qilish kerak. Chunki o'g'il qizga ota bo'g'uchining yegini o'g'i bo'ladi. O'g'il qizning yomini otasidan keyin ota-onasining nomini atab qo'ymaydi. Buningga o'xshash bola chaqidan vafo kelamdi. Qiliqlari yovuz, qilmishi jafo tursa, o'g'il qizning otasi har xil jafo chekadi. Balo qaza mushaqqatlanib pildek ustiga ortidi. Do'st, yo'ldosh, ulfat tutish kerak dedim. Bu go'y yaxshi. Lekin yukini ko'tarmaking tez. Bilimlik puxta donishman yana yaxshi aytgan. Kishining ko'ngli nozuk, uni asrash qiyin. Ko'ngil go'ya shisha deb sanaladi. Ey o'g'lan, uni bek asra, sunib ketmasin. Ko'ngil nozik bo'ladi, bu sinalgan. U issiqda tez eriydi, sovuqda to'nglaydi. Do'stning ko'ngli sunsa, u ashaddiy dushman bo'ladi. Dushman boyada ming xil adovat saqlanadi. Dushmandan hayotga ko'ngilsizlik tug'iladi. Dushman qayerda bo'lsa, yaramaz ishlar bo'ladi. Sening dushmaning qanchalik kichik bo'lsa-mu, uni sen cho'ng deb bil. Ey mard botur. Chivin pilga cho'ng dushman bo'ldi.
birli chaqsa pilni tipirlatudu. Ömrü düşman bilan urushib o'tgan düşmanlik kishi nima deydi angla. Düşmenim kichik deb bexut bo'lma. Uningdan nemishqa qo'rqaman deb cho'ng so'zlama. Düşmening bo'ladigan bo'lsa bexut bo'lma. Düşmanga düşman bo'l, yaxshiga yaxshi. Ögdilmishning o'dg'irmishga javobi. Ögdilmish javob berib so'z boshladi. Aytgan so'zimni angla, ko'nglingda tut. Xudo bu dunyoni bilib yaratdi. Halol yemek içmeklerini ata qildi. Yaxshi do'st tutib, orlashib, qetilib yurish kerak. Do'stlar yaxshi bo'lsa, yaxshi ish qilg'ili bo'ladi. Birovning foydasi bo'lsa, uningga aralash. Kishilarga naf keltirish kishining foydasi deb bil. Yolg'iz yurguchi kishi bir nodondirki, uning boshqalarga foydasi tegmaydi, ey sehi. Kishiga foydasi tegmaydigan odam o'likdir. Sen foydaliq bo'l, o'lik bo'lma, ey mard yigit. Kishining do'st yo'ldoshlari ko'p bo'lsa, nomi alga yeyiladi, ishi yurishidi. Bu dunyoda u tilikiga erishidi. Agar oxiratlikni izlasimi, ashu madad bo'ladi. Alam qayg'uga yo'liqqanda o'zini pido qiladi. Shodlikqa shodlanib, ko'zini ochadi. Fazilatlarni yeyib, barcha xalqqa so'zlaydi. Nuqsonlarini ko'zi yoshiradi, hargiz ig'iz ochmaydi. Düşman uxlab yotgan botirni o'yg'otquchidir. Nuqson va fazilatlarni alga ma'lum qilguchidir. Düşmani bo'lmag'icha erning mardligi, nomi va jasorati ayon bo'ladimi? Kimning ashundoq fazilati ko'p bo'lsa, uning düşmanimi hisobsiz ko'p bo'ladi. Kimning fazilati esil pok bo'lsa, butun el kishilari uningga düşman bo'ladi. Qara, yaxshi kishining düşmanlik bo'lishi aniq. Yamonga düşman yo'q. Chunki yovuz kishi o'likdir. Qaysi erga qarshi ko'p düşman yig'ilsa, u erning fazilatini boshqalardan ortiq bil. Düşman bilan elishgan erning nomi buyuk bo'ladi. Düşmansiz kishining nomi chiqmaydi, yerda yotadi. Fazilatli kishi nima degan angla. Bu fazilatlar bilan er tilak orzusiga yetadi. Erning minglarcha düşmani bo'lmasa, kuniga 1000 qitim uning g'aybatini qilmasa, u qandaq er bo'ladi? Qara, 1000 itning unini anglab qechib ketgan bo'ri bo'lamdi. Yolg'izlikda kishining piyiga tushmayman dedim. Eg'zimdan keraksiz so'z chiqamayman dedim. O'zing kishilar orasida turmasang, atrofingda kishi bo'lmasa, kimga so'zlaysan? Qara, kishilar orasida yurib tilini ko'zataligan, to'rdun o'rin olgan haqiqiy erdir. Haqiqiy odam yirik so'zlarga yumshoq javob berishi, ochiq so'zlarga shirin so'z qaytarishi kerak. Boshqalarning eg'rini ko'tarishi, boshqalarga yuk bo'lmasligi, boshqalar jafo qilsa-mu, undamay vafo qilishi kerak. O'sh adovatlarni ko'nglidan ko'tarib etishi, dilida borini tili bilan izhor qilishi lozim. Yaxshilik bilan nom shuhrat qozongan kishilarning yaxshisi nima deydi, angla. Kishilarga hargiz qo'pollik qilma. Qo'pol so'z uzun yil dilni ranjitadi. Seni kim so'ksa, sen uni maqta. Shunda qilsang, u o'sal bo'lib, sen esil sanalasan. Jafo qilg'uchiga vafo qilavagin. Mard kishi vafo qiladi, yomonlar jafo qiladi. Yaqin qavm qarindoshlar sendan aloqani uzsa, sen ularga yaqinlik qilgin ey do'stim. Agar sana zolim zulm qilsa, sen uni kechirgin, bu din yo'lidir. Qul cho'rilar gunoh qilsa, gunohini kechirgin, gunohni kechirgining savobdir, uni o'zi qil. Mard shuning uchun mardki, u eg'irlikni ko'tarib, o'limini yo'shirib savr bilan yuradi. Bugun sen yolg'iz bir uyga kirib olib, nima yaxshilikka erishalaysan ey xushbeil? Rohat, orzu, ne'matlarni o'z ko'zing bilan ko'miding. Kumush, go'har, oltin, misqa erishamiding. Saroy, qasr, yer, suv seningda yo'q. Ot uloq, o'g'il qizlaring qani, ulama seningda yo'q. Kishilarga uzutalaydigan erkin qo'l yo'q. O'zingni tutib, yaxshi noming chiqsila bo'lamdi. Qandoq narsalarga erishalidim? Mana ba'zilar seni talvat zohid deb atashmoqda.
Kishi ko'p narsadan voz kechib, oz narsaga intilsa, bundaq kishi belini bog'lab oxiri zohid bo'ladi. Tilikiga erishamasa, har kim zohid bo'ladi. Savr qilishdan boshqa hilini topolmaydi. Qara, shundaq kishi bo'ladi-ki, ming xil orzuga erishib, uningdan yana mardlarcha yuz o'ri alasa. Kambag'allarga ulashtirib yedirsa, ish kuzsa, ondan xotirjam bo'lib Xudoga ibodat qilsa, oldiga kelgan mol dunyoga ko'ngil bermasa, qo'ldan ketgangami ish og'ritib yuzini purishtirmasa, agar orzulari qo'lga kelgandimi, dilini va tilini tuzib o'zini tuta olsa. Diqqat qilsang, bu so'zning ma'nosi yuqorqi so'zlarga yaqin keladi. Buni angla, amal qil, ay xushbeil. Erning mard shuki, hamma narsaga qudrati yetib, uningga erishganda o'zini mahkam tuta olsin. Yana erning eng mard shuki, ming xil orzuga yetgandimi, o'zini tez tuta olsin. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Rostini ayt, tiliking nima edi, ey oy yuzli kim? Men nimani so'zlasam, so'zimni yerib, meni cheklab javob qaytaryapsan. Tiliking nima? Menga ochiq aytqin. Nimani so'ramoqchi bo'lsang, ochiq so'zla, so'ra." O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Men bir tilak bilan keldim, ochiq so'zlay. Kun tug'di Ali sening xabaringni angladi. Qara, sana ehtiyoji tushib meni avatdi. Seni ko'rishni bak orzu qildi. Seni chaqirib kelish uchun meni elchi qilib avatdi. Qanchalik egri kelsimi berish kerak. Ali huzuriga berib bir ko'rinish kerak. Ali munoyat yaxshi bir sultondir. Xalqi mehribon, jon ko'yardir. Kim Alining yuzini ko'rsa qutlug' bo'ladi, har ikki dunyoda baxtga erishadi. Xalqqa boshchilik qilib farosat bilan el boshqurguchi bu el yurt begi nima deydi angla. Adolatlik to'g'ri bag aniq saodatdir. Saodati orqali hammaga o'z o'lishini beralaydi. To'g'ri bagning nomi qayerda shuhrat topsa, uning oldiga bog'liq, uningdan kishi baxtga erishadi. Adolat va qonun osmonning tuvrikidir. Tuvrik qing'aysa, osmon o'ri turolmaydi. Adolatlik, qonunliq baglar tirik bo'lmaganda edi, Xudo 7 qat yerni buzgan bo'lar edi. Adolatlik bagning yuzini ko'rsa qutlug' bo'ladi, savob topadi va gunohdan xalos bo'ladi. Sana ma'lum, bugun mening odam bo'lishimda Alining yoriylik bo'lishi sabab bo'ldi. Xudo aql, idrok va bilim bergan edi. Barcha yaxshiliklarga qo'l yetkazaladim. Xudo ko'p yaxshilik qilishga, xalqning foydasi uchun mushaqqat chekishga tavfiq berdi. Qo'lga qo'l tutishib, baglik tugunini yeyish uchun bugun Ali seni orzu qildi. Chaqirg'uchi sifatida meni avatdi. Meni yolg'iz qaytarib etma, ey mard yigit. Ali o'z qo'li bilan xat yozib avatdi. Xatni nima dedi? O'zing o'qib ko'rgin. Xatni chiqarib qo'liga elib uningga sundi. O'dg'irmish xatni elib tonidi va uni ochdi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Maktubni o'qidi, uzoq o'ylandi va dedi: Ali so'zi orqali ko'p bilim beribdi. Ali meni kagin deb chaqiribdi. Hamma yaxshiliklarni izhor qilibdi. Qara, bu ishlar men uchun buyuk ishlardir. Nima qilishim kerak? Ayt, menga kengash bergin. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Ali seni so'zlaydi, birdammi tilidan tushirmaydi. Eg'izi ichilsala nomingni tilga oladi. U seni ko'rishga intizor, nazari senda. Kimni yaxshi ko'rsa, ko'ngli shuni orzu qiladi. Tili shunili so'zlaydi, nomi eg'izdan tushmaydi. So'yguchi oshiq nima deydi? Bu beytni o'qi. So'yimlikning yuzi ko'ngilning o'ziqidir. Ko'ngil kimni so'ysa, shu ko'z oldida bo'ladi. Ko'z qayaga tikilsa, shu yerda uning qiyofati uchib yuradi. Ko'ngildagi orzu tilak nima bo'lsa,
ig'iz echish bilanla shu haqda so'zlaydi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Menga kengash bergin, buning amali nima, ey yigit? Sen mening eng yaqin, mehribon qarindishimsan. Kengash bergin, qarindoshlik haqqini ado qil. Bu ishga faqat seningdan kengash so'rayman. Biliming bilan sen kengash berishga loyiqsan. Xohlasam qarindishim sen, xohlasam do'stimsan. Qarindoshlik bilan do'stlik ikkisi o'xshashdir. Bugun sen menga chin mehribonsan. Nima qilishimni aytqin, sana ishinaman." O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Bu so'zlarni mendan so'rama, ey qutluq chiroy. Alik meni chaqirg'uchi sifatida sana avatdi. Endi mendan nima deb kengash so'raysan? Barayli demakdan boshqa so'zim yo'q. Men qandoqmi bama deyalayman. Sening bilan birga bo'lish ko'p foydaliqdir. O'z foydasini tilguchi bilan aql kengashmaydi. Bilimlik chigil nima deydi angla. Ey bilimsiz, buni angla va bo'yningni ay. O'z foydasini ko'zligichilardan kengash so'rama, chunki sana foydasi bo'lmaydi, ey qutluq chiroy. Ey qarindosh, kengashni shundoq kishi bilan kengashkinki, u o'z foydasini ko'zlamaydigan kishi bo'lsin. O'z foydasini ko'zligichi o'z manfaati uchun loyiq ko'rilgan narsani noloyiq deb turib oladi. Har qanday ishda kishilar bilan kengashish kerak. Lekin ko'ngil tatgan ishni qilaverish kerak. O'zingga o'zing eng sodiqsan. Boshqa kishiga ishonma, so'z tamom. Faqat shuni bilginki, nima qilish kerak bo'lsa, kengashni o'zingga sol, bu ishga meningdan kengash so'rama. U yerdan bu yerga seni og'ili keldim. Kengash shuki, yura, endi u yerga borgin. Kishilar orasidagi savob yaxshiliklarga bu yerda erishgili bo'lmaydi, buni bilishing kerak. Shahar kentlardagi har xil yaxshiliklarni sana birma-bir ayirib aniq so'zlab berdim. Bilasan, bu so'zlarni to'g'ri so'zladim. Sana yaxshilik tilaganligimni bir egam o'zi biladi. Kishilardan qochsan, kishilar sana nima qildi? Kishilarga aralashqin, kishilarning ishini qil. Musulmonlarning ishini qil, hojatiga yara. Xudo jannat ato qilib, to'rdun o'rin bersin. Diling va tiling to'g'ri, harakating ishonchli bo'lsa, qayani xohlasang, shu yerda baxtli yashaysan. Kishilarsiz yashama, kishilarga aralashqin, boshqaning aybini ko'ma, o'zingninkiga qara. Bu bit buningga taqlid qilingan ey dona. Buni o'qig'in, ondan ishqa tatbiqlag'in. Qayani xohlasang shu yerda yur, yaxshi bo'l. Esil nasabni izlama, o'zingning yaxshi bo'lishini tila. Qara, odamlarning yaxshisi o'zini unutmaydi. Qayerda yursa, yaxshi yo'lda yurishni xohlaydi. Odam yaxshi bo'lishi, yaxshi xuluqliq bo'lishi kerak. Qayani xohlasa, shu yerda ming xil shodlikqa erishadi. Yaxshi kishi har qanday yerda yaxshi bo'ladi. Yaxshilikning badaliga yaxshilik yonadi. Sen yaxshi harakat qil, yomonlik qilma. Qayani xohlasang, shu yerda qo'rqmay yuralaysan.